6 yillik tajribam davomida 2000 dan oshiq biznes egalariga, tadbirkorlarga logotip, brending, naming, qadoq dizayn xizmatlarimizni ko'rsatganmiz va xizmatimiz so'ngida bitta beriladigan savol sizlarda patent xizmati bormi deb savol berardim. Biz o'zimiz qilib bermasdik, chunki u xizmat yo'q edi va hech kimga ishonmaganimiz sababli hech kimni tavsiya ham qilmagan. Bugun o'sha savolga yechim topdik. Ya'ni 5 yillik tajribaga ega yurist, advokat, patent vakili yurist Haydarov javob beradi. Men Jaloliddin Haydarov patent vakili sifatida Suhrob aka Halimov bilan birgalikda sizning brendingiz, logotipingiz, dizayningizni Adliya vazirligi Intellektual mulk departamenti orqali rasmiy ravishda patentlab berishda amaliy yordam beramiz. Va qo'shimcha ravishda bizning xizmatlarimiz orqali siz bozorda nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo bozorida 10 yillik davomida siz o'z brendingiz, logotiplaringizni raqobatchilaringizdan himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar siz ham ushbu xizmatdan, ya'ni patent xizmatidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Biz sizni brendingizni himoya qilib beramiz.